Aziz qarindoshlar, hammanglarning bo'sh vaqti xayrli bo'lsin. Zarafshon vodiysidan kelgan Naq sadasi nomli kechlikning bugun boshlanish vaqtiga yana 5 kun vaqt qoldi. Meni qo'llab, mana hozirgacha kelayotgan barliq aziz qarindoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Asasen şu 50 kun jarayonida naqsh paylarimiz birga bordi. Mana bugun butun muzikantlar, naqshchilar bugun zalga kirib, xotin ve çırak işlerimizni aldığını tiyerlik basqıçı kırdık. Aziz qarindoshlarning bizni ve bu keçiligimizni qo'llab 7. ayning 12-13-slar esinglarda bo'lsin. Sizlarni mushu o'rinda saqlaymiz. Siz de atlatır mısınız?